Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yana bir noqonuniy diniy ta'lim berish holatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbirlar davomida Namangan shahrida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro Davlatobod tumanidagi o'ziga tegishli dala hovlisida sanitariya qoidalariga rioya etmagan holda noqonuniy hujra tashkil etib, u yerda 17 nafar voyaga yetmagan bolalarga diniy saboq berib kelayotgani aniqlandi. O'zbek qardosh, sen Turonning arsloni, to'ng'ringda josh urgan asl imoning qani. Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni, senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida yashovchi ayol o'z xonadonida hujra tashkil qilib 41 nafar voyaga yetmagan qizga noqonuniy diniy saboq berib kelgani aniqlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tadbir davomida ushbu holat fosh etilgan. Ma'lum bo'lishicha, qizlarning barchasi shu xonadonda yashab, ta'lim olgan. Shuningdek, diniy saboq bergan ayol oliy ta'lim muassasasida o'qimagani va tegishli diplomga ega emasligi qayd etilgan. Holat yuzasidan ayolga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ey madamindek nasli sherdek yigitlar jamon, bosqinchi rusolida egilmadingiz aslo. Bir qo'lingda shamshiring, bir qo'lingda Qur'oning, shuning uchun dushmandan baland edi shon shuhrating. Xo'sh, sizlar ko'rib turgan mana shu xavfli xonadonda hozirgina davlat xavfsizligi xizmati va ichki ishlar xodimlari tomonidan tintuv o'tkazildi. Savol: nima deb o'ylaysizlar? Bu xavfli xonadondan qurol yarog' chiqdimi, portlovchi moddalar yoki taqiqlangan diniy materiallar chiqdimi? Yo'q, undan ham battari chiqdi. 50 ga yaqin Qur'on kitobi chiqdi va bu xonadon sohiblari mahalladagi 41 yosh bolaga yozgi ta'tillari behuda ketmasin deb Qur'ondan dars berishgan. Endi bu xonadon vakillari ham qattan bilsin. Yurtimizda 95% musulmon, yoshlarimiz buzilib ketayotgan bir davrda Qur'ondan dars bersak foyda bo'lar deb o'ylashgandi. Jinoyatligini bilishmagandi. Siz 100 ta odamni yig'ib olib pivo festivalini o'tkazishingiz mumkin. Siz 100 ta odamni yig'ib olib Xitoy tilidan dars berishingiz mumkin. Siz 100 ta odamni yig'ib olib behayo raqsdan to'garak ochishingiz mumkin. Lekin Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan dars berishingiz bu katta jinoyat. Men bu joydan davlat xavfsizligi xizmati, ichki ishlar xodimlariga va terrorizm bo'limida ishlovchilarga xitob qilmoqchiman. Ey Allohning bandalari, balki 10 ming tezdan bittiz hidoyatlanarsiz. Balki 10 ming tezdan bittizni qalbingizga mana shu so'zlarini Alloh azza va jalla kirg'izaru biroz tafakkur qilib ko'rarsiz. Ey ichki ishlar xodimlari, sizlar ham ota-onalarni umraga, hajga jo'natasizlar. Ertalab ishga ketayotgan vaqtingizda duo qilinglar deysizlar. Ota-onalar namoz o'qiyotgan vaqtda sizlar qarshi kurashayotgan, sizlar konfiskatsiya qilayotgan mana shu Qur'onning oyatlarini o'qishadi. Ey terrorizm bo'limidagilar, sizlar Allohning mulkida yashab turib, Allohning yomg'iri, Allohning mevasi, Allohning ne'matlaridan foydalanib turib, Alloh nozil qilgan kitobga qarshi kurashasizlarmi? To'g'ri aytishinglar mumkin, biz ham musulmonmiz, Qur'onga qarshi emasmiz, lekin yuqoridagilarning buyrug'i. Ey odam, yuqoridagilarning yuqorisida mana shu kitobni nozil qilgan Alloh bor. U zotga oxiratda nima deb javob berasizlar? Biroz tafakkur qilib ko'rmaysizlarmi, ha? Sizlarga bitta narsani aytayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ham Makka mushriklari Qur'onni o'qiganlarga, o'rgatganlarga qarshi kurashishgan, ularni qamashgan, urushgan, o'ldirishgan. Kunlarning birida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Makka mushriklarining oldiga borib, nimani o'qidilar? Nimani? Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson. Makka mushriklari bir-birlariga qarashdi-da, bu nimani o'qiyapti deydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsani Qur'onni o'qiyapti deydi va tura solib urushdi. Sizlar ham Qur'onni dars berganlarni, o'qiganlarni olib borib qamasinglar, jinoiy javobgarlikka tortsanglar. Makka mushriklaridan nima farqinglar qilyapti? Yanada sizlarni o'sha vaqtdagi Makka mushriklariga qanchalik o'xshash ekaninglarni solishtirib beraymi? Bu hadis Sahih al-Buxoriyda keladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Makka mushriklaridan ozor chekkanlardan keyin Makkadan tashqariga chiqib ketadilar. Yo'lda uni Ibn Dag'ina ko'rib qoladi. Ey Abu Bakr, qayoqqa ketmoqdasan? Makka ahli menga zulm qildi, charchadim, ketmoqdaman. Ibn Dag'ina aytadiki, sen yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin. Qarindoshlaringga yaxshilik qilsin. Yur, men seni o'zimni himoyamga olaman, Makkaga qaytib borgan. Makka seni qo'yib yubormaydi deb qaytarib olib keladi. Va Makka mushriklarining oldiga kelib, Abu Bakr meni himoyamda unga zulm qilmalaring dedi. Shunda Makka mushriklari shart qo'yishadi. Ey Ibn Dag'ina, sen bor Abu Bakrga shu gaplarni aytgin. Sizlarga hadisda kelgan qavulni aytaman. Diqqat qilinglar. Falya'bud robbahu fi darihi. U hovlisida Robbisiga ibodat qilsin, uyini ichida qilsin. Falyusalli fiha. Va mana shu uyini ichida namozini o'qisin. Val yaqra ma sha'a. Va qancha Qur'on o'qisa mana shu uyini ichida o'qisin.
bu ishlari bilan bizga ozor bermasin va oshkora qilmasin. Nima qilsa uyini ichida qilsin. Namoz o'qiydimi, Qur'on o'qiydimi, dars beradimi, nima qilsa uyini ichida qilsin. Makka mushriklari sizlardan ko'ra marturoq bo'lgan. Uyini ichida darsini qiladimi, dars beradimi, nima qilsa qilsin. Sizlar bo'lsa uyini ichiga kirib xo'jayinchilik qilyapsizlar. Uyini ichigacha kirib Qur'onni taqiqlayapsizlar. Sizlar xavfli sanaga mana shu xonadon bor-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu." Sizlarning ichingizdagi yaxshi insonlar shularki, Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganlardir. Mana shu hadisga amal qilganlari uchun bularni jinoyatchi sanadinglar. Bu bizning ishimiz. Aslida biz qarshi emasmiz. Biz ham musulmonmiz, lekin boshliqlarimizni buyruqlari deyishinglar sizlarga uzr bo'lmaydi. Alloh azza va jalla Fir'avnni, vazirini, sallali va pagoli askarlarni ajratib o'tirmadi. Alloh azza va jalla oyatda aytadiki: Bismillahirrohmanirrohim. Inna Fir'avna va Hamana va junudahuma kanu xotiin. Fir'avn, Hamon, una vaziri va uni askarlari xatoda bir edilar. Alloh azza va jalla bularni ajratib o'tirmadi. Bu narsaga rozi edi, rozi emas edi, boshlig'ining ishini qildi, buyurilgan ishini qildi deb ajratib o'tirmadi. Hammasini bitta qopga solib, barchasini xatokor dedi. Va yawma taqumu sa'atu. Qiyomat sodir bo'ladigan kunda esa adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Qiyomat sodir bo'ladigan kunda esa Fir'avnning oilasini ashaddiy azobga kiritinglar. Bu oyatdagi Fir'avnning oilasidan murod Fir'avnning ota-onasi, bola-chaqasi, yaqinlarimi yoki bo'lmasam unga xizmat qilganlarmi? Imom Tabariy, Ibn Kathir rahimahullohlar aytishadiki, Fir'avnning oilasidan murod unga xizmat qilganlar, uni askarlari, unga itoat qilganlar va buyruqlarni bajarganlardir deb aytishadi. Shuning uchun sizlar ham biroz tafakkur qilib ko'ringlar. Albatta o'lim sizlarga ham va bizga ham yetib keladi. Ko'zinglar jon oluvchi farishtani ko'rishi bilan hamma narsa kech bo'lganini tushunib yetasizlar. Binga azob bersangiz ham dinimizdan kechmaymiz. Zanjirband etsangiz ham iymondan voz kechmaymiz. Qancha zulm qilsangiz ham yo'limizdan qaytmaymiz. Jon bersak ham bu yo'lda iymondan voz kechmaymiz.